Kimni bolasi bu? Hoy! Onang qani, bolakay? Oh! Qaramaysizmi bolangizga? Menga gapiryapsizmi? Yo, katta xolangizga. Bolani qarovsiz qoldirib, ota emish. Xayf sizga. Erk beravermang og'zingizga. Nima qildim men sizga? Qaramaysizmi bolaga? Bolalarim uyimda. Kimni bolasi bu unda? Bilmasam, sizniki emasmi? O'xshaydimi shu menga? Baqiravermang endi. Bolani qo'rqityapsiz. Bola, gapir dedim. Nima qilyapsan ko'chada? Ana, birov kelyapti. Balki otasi o'shadir. Sizmi otasi? Sabr. Xayrli kun janoblar. Kelajakka ham salomlar. Bola o'zi yakka emas. Onasi uzoqda emas. Mana uni sumkasi. Biroz vaqtga bolasini topshirgan birovga, o'zi esa birovga kadastr, klinika, salon, bank, sud, mib, bozor, do'kon. Qaysi birida ekan? Yaqin atrofda lekin. Xo'sh, unda qorovul qani? Kim bo'ldi u ahroni? O'rgimchak odamlik qo'lqop. Javobni topdik chamasi. U bolakayning akasi. Qo'lqop bolaga katta. Akasiniki albatta. Ikkinchi jufti unda. Demak, u ham shu atrofda. Avval bankni o'margan. Keyin do'konga yugurgan. Ukasiga va o'ziga. Menimcha yana Zeziga. Nima bo'ldi, bolakay? Qorni ochgan hoynaho. Qorin kattalarning dardi. Bolalar qorin emas, ko'ngil odamlari. Yarimta non yesa ham to'yar qorinchalari. Bola biroz ichikkan. Ko'ryapsizmi? Xafaqon. Dada deyapti. Ota mehriga zoriqqan. Endi boshqa masala. Xo'sh, mana bu narsalar. Paltochasi masalan. Tugmalari yo'q, eski. Otasidan qolgan balki. Yoki o'yinchoqlar mana. Bitta ham sog'i qolmagan. Yaqin orada bolaga hech kim o'yinchoq bermagan. Moddiy ahvol yaxshi emas. Demakki boquvchimiz yolg'iz onaning o'zi. Ota qayoqda? Hozir. Ota aliment to'lovchi, lekin qochib yuruvchi. Isbot yo'q-ku bu gapga. Onasi pulga zoriqib, arz qilib kelgan. MIBga. Bola ota mehridan xoli. Mana shalvarning ahvoli. Oyoq katta, botinka kichik. Attang, tagi ham teshik. To'g'ri, dadalarga yarashmaydi. Beburtlik, bemehrlik. Ha endi shum yasirlik taqdir ekan burgutcha. Sen g'am chekma polapon. Yigitni boshi ila oyog'i bo'lsin omon. Sen vatanga keraksan. Ruhing cho'kmasin o'g'lon. Bil'aks, boshingni egma. Ocho, ukamga tegma. Mana akaxonam keldi. Tanishib qo'yaylik endi. Yog'och to'pponcha. Yaxshi. Bunisi ancha yaxshi. Mana ikkinchi qo'lqopam topildi. Ish deyarli yopildi. 5 tasha. Qaysi go'rda yuribsan? Bechora ukangni tashab. Bu qo'polligingizga yarasha. Bola, obakidan dondan yetdi. Ana, bachkanalikning oqibati. Nomeringiz o'tmadi. Kechirasiz janoblar, bolajonlar ketadi. Ichkariga olib kiraylik. Tashqarida sovqotadi. Onasi ham shu yoqda. Aliment pulini olmoqda. Otasi to'lamadi. Boshqa chora qolmadi. Majburiy undiryapmiz. Ana otani o'zi. Tortib yorsang-da, qulog'ini tagiga cho'zib. O'rtoq, kechirasiz. Qanaqa odamsiz? Eshitmaydi, foydasiz. Biz ham gapirib kelyapmiz. Axir shu bolajonlar uchun harakat qilyapmiz. Yaxshi otalar ham bor. Ular his qilib yashaydi. Mas'uliyat burchini. Lekin qanday atash mumkin? Aliment to'lamasdan farzand jigar porasin och qoldirgan kishini. Sizlar qarindoshimi?
Ahamiyati yo'q buni. Ketadigan vaqt bo'ldi. Bizga ruxsat yigitcha. Mayli, esdalik mendan. Bunisi esa mendan. Mana bunisi mendan. Bizdan xafachilik yo'g'i. Kimsizlar? Dada. To'g'ri. Bizdagi ma'lumotga ko'ra, hozirgi kunda qariyb 280 mingta ijro ishi mavjud. Aliment to'loviga doir 400 ming nafar bola aliment puli olar. Bolalar tarbiyasi uchun hamda kelajagi uchun bu eng dolzarb masala. Aliment jazo emas, borch, majburiyat va taqdir. Aliment bolangizni haqqi. Bolani haqqidan qochish otalarga yarashmaydi. Unutmang, sizni ham unutishmaydi.